mana jinni bo'lib qolgan velosipedga bukkasidan ketgan, birovni velosiped qulflangan, velosipedni minib yuribdi. Sizlarni ham shunaqa jinni o'rtoqlaring bo'lsa jo'natib beramiz. Hozir bu yibanda obzor qilib beramiz. Buni velosipedini hozir sizlarga obzor qilib beramiz. Necha yil oldin olgansan bu velosipedingni? Mana. Hozir yaqindan ko'rsataman, ko'rmayman. Necha yil oldin olgansan? Necha yil oldin olgansan bu velosipedni? 1 yilda ichida qaranglar velosipedni. Rulni qaranglar, hech qaytiga eshitma bo'lmagan, skorlarni qaranglar. Sotuvga qo'yilgan $200. Xohlaganlar olsa, olmay ham qo'ya olinglar, minadi o'zi. $200 ga olganlar bo'lsa, yozib qoldirsin. Uni orqasida balachasi bor mana. Kim olgan bo'lsa kommentga yozib qoldirsin. Ota-onasini yaxshi ko'rganlar bitta like. 1000 ta like bo'lsa, bitta obunachimizga shuni berib yuboramiz. Shu nomerga qilinglar 99lik 208 75 75. Ya adashdi bitta sonda 90lik 201 08 000. Mana. Agar shu velosipedni sotib olsalaring, yondagi velosiped va mana bu ikkita velosiped tekinga. Ishonmasalaring bu nomerga qilib so'ranglar. Sizlar bilan xayrlashmaymiz. Xayr. Mana bu yerdan kimdir siyapti, degan ovoz eshitilyapti. Xayr. Yo'q, xayrlashmaymiz, obunachilar. Ota-onasini yaxshi ko'rganlar, bitta like. Obuna. Xayr. Keyin mana qo'shnimiz velosipedini sotib olganmiz biz. Hazillashganni videoni boshida. Buni ham tekinga berib yuboramiz. Mana buni $300 ga olsangiz. $200 ga. Xayr.